Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafaati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 185 hadis. Amr ibn Yahyo Moziniyning otasidan rivoyat qilinadi. Bir kishi Abdulloh ibn Zaydga, u Amr ibn Yahyoning bobosi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanday tahorat qilishlarini menga ko'rsatib bera olasanmi dedi. Abdulloh ibn Zayd ha dedi-da, suv keltirishni so'radi. Suvni ikki qo'liga quydi va qo'lini 2 marta yuvdi. Keyin 3 marta og'iz chayib, burun qoqdi. So'ng yuzini 3 marta yuvdi. Keyin 2 qo'lini tirsaklarigacha 2 martadan yuvdi. So'ngra 2 qo'li bilan boshiga masx tortdi. Qo'llarini oldidan orqaga, orqadan oldinga qarab yurg'izdi. Boshining old tomonidan boshlab ensasigacha olib bordi-da, keyin ularni boshlagan joyiga qaytardi. So'ngra 2 oyog'ini yuvdi.